Eng foydali nonushta. Yog'siz tvorog, keshu va rezavor mevalar kun davomida yaxshi energiya beradi va qondagi shakar miqdorini normada ushlaydi. Zararlisichi. Issiq yopilgan non bilan ko'cha qaymog'i qorindagi uglevodlar sohasining eng asosiy manbai hisoblanadi. Eng foydali tushlik. Zaytun yog'ida yog'siz mol go'shtidan qilingan qozon kabob eng yaxshi energiya manbai hisoblanadi. Zararlisichi. Albatta, to'y oshi bilan ko'g'li bu vazn ortishiga olib keladi. Eng foydali polgnik. Bu yong'oq assorti va magizlar, organizm uchun kerak bo'lgan hamma vitaminlar o'shalar mavjud. Zararlisichi. Bu har doim yeydiganimiz muzdekkina qovun tarvuz bilan issiqqina non, jigar va oshqozon osti bezi uchun zararli. Eng foydali kechki taom. Sabzavotlar va yog'siz mol go'shtidan tayyorlangan yengil dimlama, hazm qilish uchun juda oson. Eng zararlisichi. Yog'li farsh va xamir ovqatlari, bu xonim, manti va somsalar uyqu buzilishiga olib keladi va hazm qilish sistemasini ishdan chiqaradi. Albatta, bu bizning sevimli milliy taomlarimizdir, lekin sog'lom turmush tarzi va me'yorda ovqatlanish haqida ham unutmasligimiz kerak.